Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 16-mart 2025-yil. Maşallah, ovozlaringni. Nola sag'ishlar nihoyatda mustahkam, baquvvat. Bugun biz Andijon viloyati Marhamat tumaniga kelganmiz. Bu 10 mingtalik mashinamizda no'g'lisa olib kelib berdik. Hozir mana yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Shom payti bo'lib qolgani uchun unchalik ko'rinmayapti. Ranglari atlasli holatda. Zavodimiz manzillari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Kimga shunday qishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Zavodimiz o'zida ishlarimiz narxlari 850 so'mdan. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.